Assalomu alaykum barchaga. Sizlar Havuzda %100 kanaldasiz. $100 da $10,000 qilish mavzusi. Bugun 9.62 sent. $9.62 foyda qildik. Bugun 6-oktyabr 2025-yil. $10,000 da $100 da $10,000 qilish bo'yicha boshlangan savdolarni bugun 5-kuni. Savdo jarayonini zaps qilishga eslanishib qolyapti. Xullas, savdo zaps bo'lmagan. Shuning uchun sizlarga istoriyadan ko'rsatib beraman. Bu kichkinagina minus bo'lgan u yerda. Birinchi foydaya chiqqan joyimiz. Boshida $1.70 mi o'tib ketgan joyda minus bo'lgan. Va bu yerda kirdik va yopdik. Va qayta kirish qilib yana o'sha yerda yopdik. $3, $4dan где-то $7-8 foyda qildik o'sha yerda. Keyin vaqt o'tgach bu yerdan yana bitta ochdik, ikkita ochdik va 3ta ochdik. Va so'ng trend o'zgargandan keyin 4-bitimni 0.5 ta ochdimda foydaga kirgan paytda hamma bitimlarni yopib yubordim. Где-то $2 foydada yopildi shu yerda. Shunaqa gaplar do'stlar. Kanalni kuzatib borishda davom eting. Albatta like, podpiska bo'lishni unutmanglar. $10,000 bo'ladi inshaalloh. Kuzatib